Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 23-yanvar 2026-yil SNES Vodiy filialidagi traktorlar va navisni texnikalarni narxlari bilan tanishib chiqamiz. Video davomida qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bizga pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar yoki kommentariyada o'z savollaringizni qoldirsangiz, biz sizlarga javob berib, bemalol to'liq ma'lumotni beramiz. Avvalo SNES Vodiy filialini qayerda joylashganini yana bir bor eslatib o'taman. Xo'sh, bu tomoni mana mashina kelayotgan tomon Andijon, Farg'ona, Qo'qon tomonidan chiqib kelish, Sadoqat svetofordan 500 metr pervalga qarab yurganda shunday yo'lda bo'yida o'ng qo'lda joylashgan. Xo'sh, birinchi mini traktorlardan boshlaymiz. Lowell 254 25 ot kuchli 3 boshli traktorimiz 118 million so'm, Arbos 504 50 ot kuchli 4 boshli traktorimiz narxi 222 million so'm, yaponskiy dvigatel. Lowell 504 katta shassi 50 ot kuchli 4 boshlik narxi 205 million so'm, 5 kabinasi narxi. Xo'sh, Lowell 754 75 ot kuchli 4 boshli traktor narxi 278 million so'm. Va hammamiz bilgan Belarus traktorlari 80.1 4 boshli 80 ot kuchli narxi 315 million so'm. 82.1 oldi vidushi kichkina mos narxi 340 million so'm. Xo'sh, 904 Lowell traktordan 90 ot kuchli 4 boshli traktor ekan. Xo'sh, narxi 358 million so'm. Lowell 1104 417 million so'm, 110 ot kuchli 4 boshli traktor. Bu ham 1104 va hozirda 2026-yil hit sotuvi hit darajasiga chiqqan Lowell 1104 qator orasiga ishlovchi traktorlarimiz. Bularimiz narxi 465 million so'm, lekin yanvarda oxirgacha skidkada turibdi. 435 million so'mdan narxini qo'yganmiz. 110 ot kuchli 76 qator orasida bemalol ishlay oladigan traktorlarimiz. Ikki xil varianti bor. Ingichka balon 9,5 kenglikda va shiroki balon 12,5 kenglikda. Xo'sh, Lowell 14 litr 145 ot kuchligimiz 548 million so'm, 6 porshillik 145 ot kuchi va Lowell 2204 220 ot kuchli narxi 960 million so'm. Yanvar oyigacha, bu ham yanvar oyining oxirigacha 860 million so'm skidka narxda turibdi. Showroomimiz ichidagi traktorlardan ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda Lowell 1104 417 million so'mlik tashqarida bor. Xo'sh, Lowell 4110 110 ot kuchli pol avtomat 4-pokoleniya traktor. Xo'sh, bunimizning narxi 495 million so'm. Skidkalari bor va bu 1104 traktorimiz. Buni ham aytib o'tdim narxini. Xo'sh, LS100 LS kompaniyasining Premoy o'sha Xitoydagi zavodidan, Koreyaning Xitoydagi zavodidan kelgan versiyasi narxi 310 million so'm. Oldida 4 balonli qilib ishlatadigan oldi mosini ham qo'shib beramiz. Xo'sh, Lowell 904 358 million so'm, buni ham aytdim. 80.1 o'sha 315 million so'm, bu yerda 892 385 million so'm, 4 boshli turbo dvigatel 952 395 million so'm. Bu tomonda mana 2204 qo'sh balonligi bu, buni ham narxi 940 million so'm va hozirda fermerlar suyib va ko'p sotib olayotgan 2004 200 ot kuchli traktorimiz. Bu ham skidka narxda turibdi. Yanvar oyining oxirigacha 790 million so'm. Xo'sh, 1204 traktorimiz bu ham skidkaga tushgan 120 ot kuchli 4 boshli traktorimiz narxi 400 million so'm, skidkada narxi. Xo'sh, bu yerda 4090 traktor, bu 4-pokoleniya mini traktor 90 ot kuchli narxi 385 million so'm. Xo'sh, oldi navisnolari ham bor. Og'irligini o'zi 3 tonnadan oshiq. Xo'sh, bu yerda 80 ot kuchligi, bunimizning narxi 380 million so'm. Bu ham oldi navisnolar bilan jihozlangan, oldida vomi bor, bemalol oldi bosadi, bemalol 1 tonnagacha yuklar ko'tarish imkoniyatiga ega. Xo'sh, 504 kichkina shassi kabinali traktorimiz narxi 190 million so'm, 50 ot kuchli kichkina shassidagisi. Xo'sh, Lowell 404imiz 40 ot kuchli 4 boshli traktorimiz. Bu kabinaligi narxi 162 million so'm, kabinasiz narxi 155 million so'm. Har tomonda navisni texnikalarimiz turibdi. Bularni ham qisqacha tushuntirib berib o'taman. Xo'sh, puluklarimiz Lowell 504 50 ot kuchlilar uchun 15 million so'm va Belarus 82.1lar uchun narxi 35 million so'm. 3 korpusli puluklarimiz Rossiyaniki. Xo'sh, bu yerda kasilkalarimiz 165 lik kasilkalarimiz turibdi. 165 lik kasilkalarimiz narxi 42 million so'm va hozir bahordan sezoni keladi, paxta ekishdan Rotokul 420 42 degani Uzduka firmasining qatqaloq ko'chiradigan texnikasi. Narxi 85 million so'm. Bu yerda kultivatorlarimiz turibdi. 60, 70, 76 bemalol sozlab paxtanishda ishlasangiz bo'ladi. Bir yo'la dorilban ketadi. Bunimiz narxi 148 million so'm. Xo'sh, mana oldida dori soladiganlari ankerli va orqasida ochar olib ketadigani ham bor bir yo'la.
Xo'sh, bunimiz bug'doy ekadigan selkamiz BM28 ta diskli. Narxi 178 million so'm. Xo'sh, mini traktorlarimiz uchun diskli baranlar, bu diskli baranlar 50 tadan yuqori otishli traktorga ishlatiladi. O'zdukan firmasining AS24 narxi 85 million so'mdan. Xo'sh, bu yerda bu ham avashli kultivatorimiz 6 qatorlik. Narxi 93 million so'm. Xo'sh, press-pad boshlaymiz. Roselmash Tukan 1600 press-pad boshiga 165 million so'm. Xo'sh, bu yerda mini traktorimiz uchun mo'ljallangan K555 Delta degan press-pad boshligimiz 446 kishidan boshlab bemalol traktorlar ishlasa bo'ladi. Xo'sh, bunimizning narxi 185 million so'm. Xo'sh, lazerni tekislash uskunamiz двойной uklon, ikki taraflama uklonlik. Narxi 250 million so'm. 4,5 metr shinay zaxvatda. Mana o'sha traktorga ulaydigan joylari ham balansirovkalik. Xo'sh, pluglarimiz Unluk kompaniyasining plugi, 5 korpusli plugi, 5 korpusli plugimiz 205 million so'm. Bu yerda 4 korpusli plugimiz turibdi. 4 korpusli plugimiz 168 million so'm. Unluk kompaniyasining juda ham baquvvat qilib ishlangan. Mana oldilarini ko'rsalar ham bo'ladi. Mana ustida xomitlari ham yarmigacha bo'lgan plug past. Keyin mana chimqirqarlari katta chimqirqardan qo'yilgan bemalol somon, hashalarni ko'mishga mo'ljallangan. O'sha Alpler plugimizniki, Alplerdagi 175 million so'm 4 korpusli plugimiz. Xo'sh, bu yerda bug'doy ekadigan selkamizni Pertum oldida frezasi bilan bor. Narxi 397 million so'm. Bemalol klass Arion traktorlar, 150 kuchli traktorlar bemalol ishlasa bo'ladi. Xo'sh, Uzdukan firmasining PGD 28 disk baranamiz, aylanasi 61 sm, narxi 185 million so'm. Bunimiz 4 metrli diskli baranamiz, narxi 269 million so'm. Xo'sh, 4 metrli diskli baranamiz. Xo'sh, bunimizni bemalol 150 dan yuqori otishli traktorlar ishlasa bo'ladi. Orqasida katoglari bor. Disklar yig'ishtiriladi. Xo'sh, hozir sezoni boshlanishiga tayyor turgan pnevmatik ekish uskunalarimiz 187 million so'm, Uzdukan firmasiniki. Bir yo'la o'g'itlab ham ketadi diskli. Mana oldi urug' tashlaydigan joyi ham diskli, o'g'it tashlaydigan joyi ham diskli. Yana narxli texnikalarimiz juda ham ko'p. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali bemalol bizga aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Bu texnikalarimizni barchasini lizing asosida, bo'lib to'lash asosida va 100% to'lov asosida sotib olishlaringiz mumkin. Albatta, texnikalardan xarid qilgani kelgan xaridorlarimizga skidkalarimiz mavjud. SNS Vodiy filialining raqamlari 77lik kod bilan 359 2906, yana bitta raqami 359 2907. Bemalol orqaga chiqishlaringiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Rahmat, sog' bo'ling.